Piyozga sut quying, shifokoringiz ishdan ketadi. Sut va piyozning kombinatsiyasi qadimdan tanilgan bo'lib, organizmga foydali ta'sir ko'rsatadi. Bu retseptni buvilarimiz uzoq yillardan beri ishlatib kelishadi. Bizga kerak bo'lgan narsa bir dona piyozni olib, istalgan usulda to'g'rash. Men halqa qilib to'g'rayman. So'ngra to'g'ralgan piyozni kichik qozonga solamiz va ustidan shunday qilib sut quyamizki, piyoz to'liq qoplanadi. Qaynaguncha isitamiz. Sut qaynagach, gazni o'chiramiz va 2 soat damlaymiz. Mana, sutimiz sovidi. Uni stakanga qo'yamiz. Mana shunday. Ta'mni bichaytirish uchun 1 choy qoshiq tabiiy asal qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Natijada bizda immunitetni mustahkamlovchi, yo'tal va tomoq og'rig'iga qarshi universal vosita tayyor bo'ladi. Bu deyarli barcha kasalliklarga qarshi tabiiy davo. Eslab qoling,